Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi obyektimizga kalodislarimizni olib kelib tushirib tayyorlab olyapmiz. Mana tushirib tayyor qilib oldik. Bitta 4 talik, bitta 2 talik qo'yib beringlar deyishadi uy egalari. Hozir mana ko'ylanish jarayonlari. Mana 2 talik chuqurimiz tayyorlab qolaydi-da. Yana 4 talik chuqurimizni tayyor qilib qo'yganmiz. Bir yana 20 santi olinsa tayyor bo'ladi. Suv ham chiqib ketdi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatlarimiz aloqaga chiqaverasizlar.